Men bilan umuman talashmang. Men haqman. Siz doim haqsiz. Siz vechni haqsiz. Siz borki tug'ma haqsiz. Men nohaqman a? Makkada. Men qara, sen dokumentalniy haqsan a? Senga любой narsa yarashaveradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Biz ayollar rajdyonniy haqmiz. Ha, siz rajdyonniy haqsiz. Qolganlar rajdyonniy nohaqa. Miya emas bu. Nomiya. Yo'q, mana qarang. Ba'zida men haqman, ba'zida siz nohaqsiz. San ish qilib, ba'zi bilan vechniyni farqiga borasanmi? Конечно. Mana masalan, men doim haqman. Siz bo'lsa doim nohaqsiz. Biz doim nohaq. Menimcha meni bitta aybim borda, u ham bo'lsa, sen bilan shu bitta davrda tug'ilib qolganim bo'lgan. Sizni menga uylanganingiz bu dunyodagi eng katta omadingiz. Tushundingizmi? Xotin, sen ish qilib omad bilan omadsizlikni farqiga borasan, ha? Ha? Da, конечно. Axir peshonamda omad degan yozuv ko'rinmayaptimi? To'g'ri xotin. Sani omading bu hayotda kulib boqqan, lekin meni omadim yarim yo'lda baxtsiz hodisaga uchragan. Negadir o'sha kundan beri biz birgamiz. Sizchi ayol kishini omadi bilan o'ynashmang. Siz menga uylanganingizdan keyin uy oldingiz, mashina oldingiz, kattakon firmada ishlayapsiz. Yuzingizdan hamchi nur taralishni boshladi. Albatta. Sizga uylanib shunaqa ko'p narsa orttirdim. Aynasa mana qorincha bor, ha? Soch to'kilyapti. Sahra mana o'ngga yaqinlashib qolgan. Nervinniman, ha? Davlingdan aytmasa ham bo'ladi. Urilmagan joy qolmadi ukollardan. Endi dadasi, urush qurbonlarsiz bo'lmaydi degandek, kimdir jertva bo'lish kerak-ku. Shunga biz jamoamiz bilan kelishgan holda sizni tanladik. Yuksak e'tirof uchun dushiy rahmat. Yurakdan ishonch bilan oqlashga harakat qilaman. Lekin shu yoshimgacha omad degan so'zni boshqacha tushunar ekanman. Aslida omad emas, noomad ekan. Siz men bilan yashasangiz hali ko'p narsalarni tushunib yetasiz. Axir ya, woman. O'zi Chingiz to'g'ri aytgan ekan. Ma'no o'zi nima? Qora oq bo'lib, oq qora bo'lib chiqsa-chi?